Instagramda faqat bentochilar bormi? Ha, hozir yosh qizlar o'z ustida ishlab, uyda bekor o'tirmay deb o'qib, zakazga shirinliklar qilishadi yoki bundan boshqa sohalarda ham ishlashadi. Unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, klientimdan yomon otsuv keldi deb ozvochkali videolar hozirgi paytda juda ham ko'payib ketgan. Lekin o'sha videolarni kommentariyasiga kirib ko'rsangizlar, to'la negativ. Shu kommentariyalarni, negativlarni yozganini ko'psi konditerlardan kelgan. Pishirishni o'rganib, keyin zakaz oling. Odamlar pulni sizga yerdan supurib olishmaydi. Voy, mani ideyamni o'g'irlabsiz, birga bir kopiya qilsiz. Lekin internet kirsangiz, Pinterest to'la bentoku. Yo aynan sizniki deb yozilganmi? Bunaqa odamlarga gapirishning umuman foydasi yo'q. Faqat bularning ishi kovlash. Men bentochiman, katta konditerman, shu akkauntimdan kuzataman. Har qanaqa fakelardan emas. Oddiymi, zo'rmi, havas bilan kuzataman. Ichlaringiz kir bo'lsa, buni hamma joyga sasitmayli. Birovni ko'nglini og'ritgandan ko'ra o'sha gaplaringizda o'zlaringizga yaqinlaringizga aytib ko'ringlar. Yonayotgan bo'lsalaringiz, boshqa yo'lini qilib ko'ringlar. Bunaqalarga gapirishning umuman foydasi yo'q. Paka-paka.